Sho'rchi tumanidagi 4-umumta'lim maktabi qoshida tashkil etilgan logopediya markazi bugungi kunda bolalar nutqini rivojlantirish, talaffuzidagi nuqsonlarni bartaraf etish hamda ularning jamiyatdagi faol moslashuvini ta'minlash borasida samarali faoliyat olib bormoqda. Logoped ustoz Nurdona Xoliyorova har bir o'quvchining nutqidagi fonetik, fonematik va grammatik kamchiliklar borasida individual reja asosida mashg'ulotlar olib bormoqda. Markazda har bir bola bilan alohida va guruh bo'lib ishlashga e'tibor qaratilmoqda. Diagnostika jarayonlari orqali nutq nuqsonlarining turi va darajasi belgilanib, shunga mos mashg'ulotlar tashkil etilmoqda. Artikulyatsion gimnastika, nutq mashqlari, o'yin texnologiyalari va interaktiv usullar orqali bolalarning qiziqishi oshirilmoqda. Sho'rchi tumani 4-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida logoped o'qituvchi sifatida faoliyat yuritib kelmoqdaman. Maktab logopedi sifatida har kunni kichik yuraklar va katta orzular bilan boshlayman. Har bir bola to'g'ri va ravon gapira boshlaganida, u nafaqat uning yutug'i, balki bu mening baxtimdir. Ishonaman, har bir bola to'g'ri yo'l-yo'riq orqali o'z ovozini topa oladi. Bunda men albatta u bolalar ko'maklashib, yordam qilib, ularni kelajakka dadil qadam tashlashlariga o'z hissamni qo'shaman. Qisqa vaqt ichida markazda mashg'ulot o'tayotgan ko'plab o'quvchilardan nutq ravonligi sezilarli darajada yaxshilandi. Talaffuzidagi nuqsonlar bartaraf etilgan bolalar dars jarayonida faol ishtirok etib, o'z fikrlarini erkin bayon etishmoqda. O'z vaqtida ko'rsatilgan logopedik yordam bolaning shaxsiy rivojlanishi, o'z-o'ziga bo'lgan ishonchi va ijtimoiy faolligiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.